Assalomu alaykum. Va'da qilingandek, ushbu darsimizda biz bugun web filtratsiyani ko'rib o'tamiz. Web filtratsiyada imkoniyati nimadan iborat? Web filtratsiya nima? Web filtratsiya bu shunaqa narsaki, misol uchun siz foydalanuvchilarga shunaqa imkoniyat berishingiz mumkin yoki imkoniyatni cheklashingiz mumkin, ya'ni qaysidir turdagi ma'lumotlarni olish yoki ma'lum bir saytlarga kirish yoki kira olmaslik shu taxliddagi imkoniyatlarini berishingiz mumkin. Bugun biz mana shu xususda to'xtalib o'tamiz. Buning uchun nima qilamiz? Dastlabki holatda mana talaba kompyuteriga kiramiz. Mana ping berib qo'yganmiz. O'tgan darsda eslaringizda bo'lsa, talaba kompyuteri faqatgina TASX ga kira olish kerak degandik. Mana ping hozirgi holatda avtorizatsiyadan o'tmaganimiz uchun, demak, ikkita mir ga ham, ya'ni TASX ga ham hozircha dostуп yo'q. Hozir avtorizatsiyadan o'tamiz. Mana Kerio lokal talaba 123. Вот, mana avtorizatsiyadan o'tdik. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, mirga hali ham dostуп yo'q. TASX da уже dostуп bor. Mana paydo bo'ldi. Endi xuddi shu ishni bajaramiz xodim uchun. Xodimda ham mir yoki TASX uchun dostуп yopiq, ikkala holatda ham hali avtorizatsiyadan o'tmaganimiz uchun endi biz o'tamiz Kerio lokal. Avtorizatsiyadan o'tamiz. Mana Akbar Hayitov salom 123. Avtorizatsiyadan o'tdik. Buni yopib qo'ysak ham bo'ladi. Mana endi mirga ham TASX ga ham dostуп bor. Bular uchun faqat TASX da dostуп bor. Endi biz shunaqa ish bajaramiz, ya'ni shunaqa filtratsiya amalga oshiramizki, xodimlar ham, talabalar ham umuman qanaqadir bir ma'lum bir kontentga kira olishmasin. Misol uchun video kontentlarga, misol uchun MyTube, TASX dagi bo'ladigan bo'lsa ham MyTube, Movies bo'lishi mumkin yoki AllPlay, shunga o'xshash saytlar bor. Mana shu narsalarni blokirovka qo'yamiz. Mana bu talabada TASX ga dostуп bor, mirga taki chiqa olmaydi. O'sha TASX dagi saytlarga, misol uchun Movies yoki bo'lmasa MyTube shu narsalarni mana ochib turibdi talaba kompyuterda ham va xuddi shunaqa holat, lekin mana unaqasi yo'q. Nima edi? Chetdagisi yo'q. Misol uchun Yandex video deb qidiraylik. Bu tashqariga, ya'ni Google ga murojaatga etgani uchun bu narsani ochmaydi. Mana endi shu narsani xodimda ochib ko'ramiz. Bunda Movies tak ochadi. Tak. Keyingisi MyTube. Mana MyTube ham ochdik. Normal ishlab turibdi. Ochib turibdi. Demak, keyingisi misol uchun Yandex video deb qidirsangiz, Yandex videoni ochib beraveradi. Mana Yandex video mana shu narsalarni ochib beradi bemalol. Endi biz video kontentlarga blokirovka qo'yishimiz kerak. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, xodim bo'ladimi yoki talaba bo'ladimi? Buning uchun nima qilamiz? Ya'ni Kerioni administratsiya qismiga kiramiz. Bosh oynada ko'rib turibsizlar, bu yerda filtratsiya содержимого degan bo'lim bor. Mana shu pravila yaratamiz. Video content degan pravila yaratdik. Bu pravilarimizda shunaqa holat bo'lsinki, ya'ni bunda qaysi saytlarga kira olmaslik kerak? Misol uchun mover.uz saytiga kira olmaslik kerak. Endi bunga o'xshash, shunga o'xshash holatda variantlarni yozib chiqishingiz kerak. Misol uchun www.mover.uz deb yozsangiz bo'ladi yoki shunga o'xshash holatda yana uni variantlari qanaqa bo'lishi mumkin? HTTP shunga o'xshash holatlar bo'lishi mumkin. Siz mana shunaqa holatlardan qutulish uchun mana qilsangiz ham bo'ladi. Ya'ni Movies qo'yib tashlab, mana bu yerda yulduzcha mover.uz
Ya'ni undan oldingi w bo'lish kerakmi, farqi yo'q. Bo'lmaydimi yoki o'zidan keyin qanaqadir slash boshqa narsa shunga o'xshash holatlar bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Любойni olib ketaveradi. Mover o'z degan kontent bormi, o'sha narsani demak blokirovkaga oladi. Mana http URL. Keyingisi mana https, ya'ni https bilan ham demak keladigan bo'lsa, bu narsani blokirovkaga qo'yadi. Keyingisi misol uchun qo'yishimiz mumkin mytube.uz yoki shunga o'xshash mana YouTube bo'lishi mumkin, RuTube bo'lishi mumkin-da, shunga o'xshash har xil saytlar bo'lishi mumkin, farqi yo'q qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Mana shunga o'xshash holatlarda demak mana tube bo'ldi, mana tube bo'rsang yulduzcha. Mana bu narsaga ham mana blokirovka qo'ydik. YouTube, mytube, RuTube farqi yo'q. Bu narsani blokirovkaga tushiraveradi. Lekin bu narsani har doim qilishni maslahat bermayman. Qanaqadir balki foydali saytlar bo'lishi mumkin. Umuman video kontentga aloqador bo'lmagan saytlarning domenida ham, URLida ham mana shunga o'xshash, ya'ni tube bo'yicha mos kelib qolsa qanaqadir link, bu narsani ham blokirovka qilib qo'yadi. O'sha narsada ehtiyot bo'lish kerak. Tak, sizda misol uchun foydalanuvchilar qanaqadir e'tirozlar bildirsa ham, misol uchun men bu saytga kira olmayapman degan maqsadda, ya'ni foydali qanaqadir oddiy o'qiladigan saytlar bo'lishi mumkin. Mana shu saytda men bu pejini ocha olmayapti yoki boshqa narsa qilmayapti degan e'tirozlar bo'ladimi? Siz o'sha holatda mana shu yozgan web filtratsiyasiga qarab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Demak mana shu blokirovka qo'ydik. Yana bundan tashqari shunaqa qilishimiz mumkinki, mana audio fayllar, kimdir internetdan audio fayl ko'chiraman, mp3 shunga o'xshash narsa, flag formatdagi boshqa narsalarni ko'chiraman desa, o'sha mp3 fayllarga ham nima qilishingiz mumkin? Blokirovka qo'yib qo'yishingiz mumkin. Yoki mana audio fayllarga qo'ydik. Keyingisi misol uchun video fayllarga qo'yishingiz mumkin. Mana video fayllarga qo'yib qo'yishingiz mumkin. Yoki mana boshqa tipdagi fayllar. Mana ko'radigansiz, sistemniy fayli yoki exechkalar bo'lishi mumkin. Exechkani olaman desa, u narsaga blokirovkaga tashlab qo'yishingiz mumkin. Mana o'sha narsalarni ham mana e'tibor bersangiz, apk, vc, tak, exejar, mana exechka fayllarni ham demak blokirovka qilib qo'yishingiz mumkin. Mana OK deymiz. Bu pravila ixtiyoriy odam uchun ishlashi kerak. Misol uchun administrator uchun ham, xodim uchun ham yoki bo'lmasa talabalar uchun ham ishlashi mumkin. Mana bu yerda demak применить knopkasini bosamizda, uzr, bitta narsa esdan chiqdi, net действие. Ya'ni qanaqa mana shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, mana shu holatlarga duch kelinadigan bo'lsa, nima qilinadi? Mana bu yerda ya'ni действие, ya'ni harakat. Ya'ni bu narsani demak blokirovka qilib tashlashingiz mumkin polnisdan. Применить qilamiz. Endi mana talaba kompyuterda turibmiz. O'sha talaba mytube ochib turganda mana bu narsani olib boraylik. Tak. Mana mytube ga kiradigan bo'lsak, mytube o'z boshqa narsaga yoki bo'lmasa mover o'z kiradigan bo'lsa ham bu saytlarni ochmaydi. Lekin bu degani internetdan uzildi degani emas. Mana bunaqaga ping ketib turibdi. TASXdagi mirga ping yo'q, lekin o'sha TASXdagi saytlar ishlab turibdi. Misol uchun kunuz oladigan bo'lsak, demak bu sayt ishlab turibdi bemalol, yoki o'sha chempionat o'zi olishingiz mumkin. Tak, og'irroq ishlab turibdi. Chempionatni olib qolaylik. Mana chempionat o'z hammasi ishlab turibdi bemalol TASXlar, lekin o'sha video kontentlarga biz bergan video kontentlar o'sha blokirovkaga tushdi. Bu talabada yoki bo'lmasa o'sha narsa xodimda ham bo'lishi mumkin bu narsa. Mana xodimni kompyuterini ochadigan bo'lsak, mana xodimni kompyuteri, mana bu yerda ochadigan bo'lsak, Yandex videosi ochib turibdi, hech qanaqasi yo'q. Misol uchun bu endi nima deydi? Saytini o'zi, lekin misol uchun определенный URL da tube yoki bo'lmasa mover bo'lmagani uchun bu narsalar nima deydi, ta'sir qilmadi. Mana bu yerda mytube, mover o'zlar demak ishlamayapti. Mana e'tibor beradigan bo'lsak, mana yoki bo'lmasa u RuTube bo'lishi mumkin. RuTube bor edi adashmasam. Bu ham o'sha yo'q. Google lekin ishlab turibdi, misol uchun RuTube, mana rutube.ru saytiga ko'radigan bo'lsak, u https da ekan.
u demak bu ham nima qilmaydi, ishlamaydi, chunki boyagi pravilaga tushadi. Ya'ni tub saytligi bor-ku, chet eldagi boshqa narsa bo'lsa ham farqi yo'q. Demak, u narsalar hammasi tushadi. Siz o'sha holatlarda demak mana bu yerga qo'shib qo'yishingiz mumkin. Qanaqa video nima deydi, yulduzchalarning orasida videolarni qo'yishingiz mumkin. Shunga o'xshash URL da mana shunaqa so'z keladigan bo'lsa, demak u narsani blokirovkaga tashlab qo'y deyishingiz mumkin. Endi bu yana qiziq tarafi, bu administrator kompyuterda kirganman, administratorda ham xuddi shunaqa. Ya'ni blokirovkaga qo'yilgan bu narsa, mana MyToBus. U administrator kompyuter bo'lsa ham, demak bu blokirovkada, ya'ni bu saytlarga kira olmaydi. Shunaqa holatlarda faqatgina admin исключение qilaman desangiz, demak nima qilasiz? Добавить. Misol uchun Karol uchun deb qo'yasiz, bitta pravil yaratasiz. Misol uchun, ya'ni Karol uchun deganda qaysi любой anaqaga boraman desa, bu turaveradi va kimga bu? Ya'ni misol uchun bu pravila ishlasin Karol uchun. Misol uchun bizda Karol degan foydalanuvchi bor, ya'ni bu admin uchun любой saytga borganda buni harakati nima bo'lishi kerak? Misol uchun разрешить. Вот разрешить bo'lsin и применить bo'lsin. Lekin bu hozir bu qoidani berdik, lekin bu pravila ishlamaydi. Mana e'tibor beramiz. Mana MyToB ishlamaydi. Sababi nimada? Sababi mana bu yerda blokirovka qilib turadigan qoida tepada turibdi. Karol uchun yaratilgan pravila pastda turibdi. O'tgan darsda aytib o'tgandim, shu pravilalarning prioriteti to'qnash kelib qoladiganda, to'qnash kelganda aynan tepadagisi birinchi bajariladi. Shunaqa holatni oldini olish uchun, ya'ni mana pastdagi Karol ishlash uchun biz mana shu pravilani tepaga ko'taramiz. Mana chap knopkani bosgan holatda, qo'yavermagan holatda tepaga ko'tarasizda, mana qo'yasiz, применить deb bosasiz. Bu demak nima bo'ldi? MyToBni endi ishlatib ko'radigan bo'lsangiz, mana F5 ni bosaveramiz. Mana bu ishlaveradi. Qolgan foydalanuvchilar uchun bu pravila nima qilmaydi? Ishlamaydi. Yana bitta narsaga e'tibor berishingiz mumkin. Hozirgi harakat, ya'ni filtratsiyada qanaqadir holat, misol uchun o'sha Kerio'da mana shu web filtratsiyadagi ma'lum bir to'siqqa duch keldi, ya'ni Movies, TubeBus yoki audio video fayllar bo'lganda bu narsani atkazib beradida. Ya'ni bu narsani to'g'ridan-to'g'ri aloqani bekor qilib yuborish mumkin. Yoki bo'lmasa mana atkazat deyishingiz mumkin-da. Mana bu yerda atkazat deb mana bu yerga nima yozishingiz mumkin? Сообщение chiqadigan qo'yishingiz mumkin. Misol uchun saytga to'siq qo'yilgan. Okey deysiz. Na применить. Endi misol uchun o'sha foydalanuvchilardan ochadigan bo'lsangiz, mana MyToB ga kiradigan bo'lsangiz, mana bu yerda сообщение chiqadi, saytga to'siq qo'yilgandi. Bu hammasida ham bunaqa narsa chiqmaydi. Misol uchun HTTPS qo'llanilgan bo'lsa, bo'ladi. Har doim ham bu narsa chiqmaydi. Mana Movies'ni ko'radigan bo'lsak, просто blokirovka, lekin сообщение chiqmaydi. Yoki bo'lmasa, mana shu yerda atkazat bo'limida ko'radigan bo'lsangiz, masalan uchun saytga to'siq qo'yilgan degan, yoki bo'lmasa mana bu yerga yozib qo'yishingiz mumkin. Umuman qanaqadir mana shu tipdagi saytlarga kiraman desa, siz umuman boshqa saytga перенаправить qilib yuborishingiz mumkin. Ya'ni qayta yo'naltirib yuborishingiz mumkin. Misol uchun dr.saatov.uz da, ya'ni yavniroq ko'rinsin-da. Mana shu narsani qo'ydikda, применить qildik. Endi misol uchun Movies kiradigan bo'lsak, bu HTTPS bo'lgani uchun bu narsa ta'sir qilmaydi, lekin blokirovka qiladi, lekin перенаправить qilmaydi. MyToB ga ko'radigan bo'lsangiz, mana bu saytga kiraman desangiz ham doktor Saatovga перенаправить, ya'ni anaqa qayta yo'naltirib yuboradi. Mana shunaqa holatda ham nima qilishingiz mumkin, ko'rishingiz mumkin. Tak, bu narsa talabada ko'rdik. Xuddi shu narsani mana kimda xodimmi kompyuterda ham tekshirib ko'rishingiz mumkin. MyToBus deb tekshiradigan bo'lsangiz, demak, buni ham перенаправить qiladi. Mana shunaqa holatda ko'rishingiz mumkin. Yoki biz pravilada shunaqa narsani qo'yib ketgandik filtratsiyada, ya'ni audio video fayllarni ham ko'chira olmasin degan.
narsalarni ko'rgandik. Mana xodimni kompyuteriga o'tamizda. Tak, yozganman, talabani kompyuteri ekanmiz. Tak, mana xodimni kompyuteriga o'taylik. Bunda Google ishlab turibdi chunki download mp4. Shu narsani ko'ramizda, misol uchun mana bu yerda misol uchun kinosimka.net sayti bor. Mana bu yerda demak mp4 fayllarga ham to'g'ridan to'g'ri link berilgan. Mana shu linklarning birontasini ko'chirib ko'ramiz mana. Домашнее Рождество kinosi bor ekan. Tak, mana e'tibor beringlar. Demak mana bu narsalarni aniq qila olmayapti, ocha olmayapti ham. Demak, уже mp4 bo'lgani uchun yoki bo'lmasa mana bu yerda skachab turibdi. 358 yoki 215 deb mana bu narsani ko'chiraman desangiz, boshqa saytni ochaman deydi. Mana уже перенаправить qiladi, ko'rdingizmi? mp4 faylni ochaman deb уже mana bu yerda nima deydi? Filtratsiyada berilgan, уже video fayl, ya'ni tipi berilgan mp4 faylni ochaman deganda bu narsa Hero Control bu narsani blokirovkaga tushirib qo'yadi. Вот. Endi keyingisi yana bitta holat, bitta o'tgan darsiga o'xshash holat, ya'ni gruppa IP adreslarni yaratgandik, ya'ni IP adreslar gruppasini yaratgandik. Mana shu yerda gruppa URL ham yaratib qo'yishingiz mumkin. Mana gruppa URL, misol uchun bitta добавить qilasizda, misol uchun video content deysizda. URL misol uchun tip, ya'ni misol uchun URL o'zini tanlaysiz. Yoki keyingisi ham bitta misol uchun mover.uz tanlab qo'yishingiz mumkin yoki mover deb qo'yishingiz mumkin. Mana mover. Keyingisi mana video content mana paydo bo'lyapti, e'tibor bergansiz. Mana bularni qo'ydik, collapse qo'ydik. Yangiroq ko'rinish uchun. Keyingisi mana video content turibdi. Keyingisi tube. Mana tube. Mana shunaqa birma-bir kiritib chiqish kerak bo'ladi. Keyingisi yulduzchada play qilishingiz mumkin mana. Ya'ni all play yoki shunga o'xshash saytlar bor. Вот, mana shu narsalarni ko'rishingiz mumkin. Yoki bo'lishi mumkin video URLda qanaqadir video degan so'z chiqdimi? Demak, buni ham nima qiladi? Tak, blokirovkaga tushiradi. Mana применить biz video content degan URL gruppani sozdат qildik. Filtratsiya содержимого kirib, mana bu yerda mover.uz YouTube olib tashlasak bo'ladi. O'rniga gruppa URL qo'shib qo'yasiz. Mana video contentni ochib, mana OK. Применить. Mana shu narsani bosdik. Demak, bu yerga o'tadigan bo'lsak, bu talaban kompyuter ekan. Talaban kompyuter sektor ishlab turgan uchun xodimni kompyuteridan ochiq qilaylik. Tak, kimmi? Qasam ko'ramiz. Misol uchun mover.uz tak ishlamaydi. mytube.uz bu ham ishlamaydi. Doktor Satovga перенаправить qiladi. Yoki bo'lmasa allplay.uz degan sayt bor. Demak, bu narsaga kiradigan bo'lsak ham demak перенаправить qiladi. Yana qanaqa saytlar bor? Video tasex deb qidiraylik ham. Qanaqa? mytube, mover.uz, mega mobile. Buni ochish kerak, sababi bu yerda anaqasi yo'q. Saytlar uz Texnoman. Demak, buni ham ochmadi. Mana Mega Mobile ham ochmadi. Demak, bu yerda ham play degan aniqlar bo'lishi mumkin. Demak, biz mana shunaqa holatlarda kimlar uchundir ma'lum bir kontentlarni yopib qo'yib, filtratsiya qo'yishimiz mumkin. Siz o'z misol uchun tashkilotingizda ham qanaqadir saytlarga cheklov qo'yish kerak yoki shunga o'xshash holatlarda mana shu usullardan foydalanishingiz mumkin. Bu yerda ko'p narsa bo'lishi mumkin. Misol uchun o'sha pornografik yoki siyosiy yoki diniy mavzudagi qanaqadir shunaqa saytlar bo'ladigan bo'lsa, bularni blokirovkaga tiqib qo'yishingiz mumkin. Demak, mana shunaqa holatda sizga
web filtratsiya yordam keladi. Bu narsani bemalol amalga oshirishingiz mumkin. Bugungi darsdagi e'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda endi tezliklarni boshqarish bo'yicha, demak, video darsimizni ko'rib o'tamiz.